Rostini ayting, siz robotmisiz? Ha, robotman. Bu yolg'on. Voy, yolg'on gapirishga judayam noaniq ekanman. Lisa, bugun nima uchun bu yerga kelganingizni bilasizmi? Aha, men yolg'on detektiv testidan o'tyapman. Bu poligraf operator Stefani. Salom, g'arova ekansiz. Qurilmalarni ulashga tayyormisiz? Tayyorman, qani boshladik. Astag'firulloh. Chili bolgar buruchli tatuировkangiz menga juda yoqdi. Oh, rahmat. Bu nimani anglatadi? Omad ramzinimi? Jalapeno degan mushugim bor edi. U vafot etgach, uning xotirasi uchun shu tatuировkani qildirdim. Oy, men judayam afsusdaman. Rahmat, hechqisi yo'q. Yo'q, xudo bu yerda bo'q bormasanga ket. Yo'qol. Avval apparatni sozlash uchun bir necha savol beraman. Iltimos, hamma savollarga rost javob bering. Sizning haqiqiy ismingiz Prampira Manabanmi? Aha. Siz Blackpink a'zosimisiz? Aha. Hozir yolg'on detektiv testidan o'tyapsiz? Hayajonlanyapsizmi? Aha. Stefani, hammasi tayyormi? Qurilma to'liq sozlandi. Lisa chuqur nafas oladi. Endi hayotingiz haqida gaplashamiz. Siz Prampira nomi bilan tug'ilgansiz. Keyinchalik folbinning tavsiyasi bilan ismingizni Lisa deb o'zgartirgansiz. Muhim qarorlaringizni ham folbinlarning maslahatiga qarab qabul qilasizmi? Unchalik emas, lekin deyarli shunday. Yo'q, ha. Yo'q, aslida unday emas. Oxirgi 1 yil ichida folbinga borganmisiz? Aha. Aha. Nima haqida so'radingiz? Hayotim haqida. 2026-yilda hayotim qanday bo'lishini so'radim. Blackpinkdagi boshqa a'zolar bilan folbinga borganmisiz? Yo'q, menimcha ular bunga ishonishmaydi. Sizningcha Blackpinkning muvaffaqiyatlari folbin sabab bo'lganmi? Yo'q, xudo, savolning itini berishadi-ya. Yo'q, bu folbin sabab emas. Bunga sabab biz to'rtalamizning mehnatimiz. Bu javob rost. Agar folbinlar ismingizni Darling deb o'zgartirishni aytishganida rozi bo'larmidingiz? Darling? Juda chiroyli ism ekan. Balki kelajakda qizimga shu ismni qo'yardim. Darling, juda chiroyli ism. Oh my god, so cute. Agar Brian deb o'zgartirganda-chi? Bu yerda biroz yolg'on alomatlar ko'rinyapti. Nega? Brian ham zo'r ism-ku. Rostdan ham. Siz koreys, ingliz va xitoy tillarida bemalol gaplasha olasiz. Faqat bitta tilni biladigan odamlarni dangasa deb o'ylaysizmi? Yo'q, aslo unday emas. Bu javob yolg'on. Nima? Yo'q, ular dangasa emas. Kameraga qarab hamma tomoshabinlarga ikkinchi tilni o'rganishga tavsiya qilasizmi? Aha, ikkinchi tilni o'rganish juda foydali. Men 3 ta tilda gaplasha olaman va bu menga juda ko'p yordam bergan. Sionxa, dangasa bo'lmay tilni o'rgan. Eshitdingmi? Bu sizni tirishqoq qiladi deb o'ylaysizmi? Yo'q, unday deb o'ylamayman. Yana kamida 1 yoki 2 ta tilni o'rganmoqchiman. Sionxaga ustoz bo'laman. Xitoy tilini o'zim o'rganib, unga o'rgatmoqchiman. Xitoy va xitoy tillari bir-biriga o'xshaydi. Shuning uchun uni tez o'rganaman deb o'ylayman. Bu javob rost. Muxlislaringiz shuni payqashganki, kuchli raqslar paytida ham peshonangizdagi sochingiz umuman qimirlamaydi. Rostini ayting, uning tagiga nimadir yopishtirib qo'yasizmi? Oh! Oh no! Yo'q, hech narsa yopishtirmayman. Demak, siz shunchaki tabiatda mukammalsiz. Xuddi shunday. Savolga boshqa javob qurib qoptimi bularga? Bir muxlis shunday yozgan edi. Alisaning peshona sochi mening hayotimdan ham barqarorroq. Rostdan ham cholkangiz hayotingizdagi barqaror narsami? Wow! Wow! Yo'q. Natija aniq emas.
Voy, yo xudoyim. Siz ish safarlariga onangizni tez-tez birga olib borishingizni aytgandingiz. Onangizni haddan tashqari yaxshi ko'raman deb o'ylaysizmi? Menga ba'zida uning yordami va qo'llab-quvvatlashi kerak bo'ladi. Lekin ba'zida har qanday ona bola kabi tortishib ham qolamiz. Oxirgi marta onangiz bilan qachon xabar yozishgansiz? Bugun ertalab. Bu rost. 30 yoshga kirganingizdan keyin yolg'iz sayohat qilaman deb o'ylaysizmi? Yo'q, hech qachon. 29 yoshingizni katta bazm bilan nishonlagansiz. Onangiz ham taklif qilinganmi? Ha. Birga mazza qilib dam oldingizlarmi? Ya. Ha, axir bu 20 yoshlarimdagi oxirgi tug'ilgan kunim edi. Kim ko'proq bazm qildi, sizmi yoki onangiz? Oh my god. Ba'zida onam mendan ham ko'proq. Tug'ilgan kuningizda hamma yuzingiz tushirilgan niqob taqqan ekan. Aha, juda so cute edi. O'sha niqoblardan saqlab qo'ydingizmi? Yo'q, menga berishmadi. Buni sizga bera olmaymiz, Lisa deyishdi. Odamlarni chalg'itish uchun ko'chada o'sha niqobni taqib yurgan bo'larmidingiz? Bo'lardim, lekin endi buni aytganimdan keyin hamma baribir men ekanligimni bilib qoladi. Endi keling, karyerangiz haqida gaplashamiz. Blank Pay Hairegration Banket siz haqingizda shunday degan. Lisa raqs harakatlarini shu qadar tez o'zlashtiradiki, xuddi robotga o'xshaydi. Xo'sh, Lisa, rostini ayting, siz robotmisiz? Yes, I am. Bu yolg'on. Noaniq yolg'on gapirish. Siz aktyorlikdagi ilk debyutingiz The Wiz Lot serialining 3-mavsumida qilgansiz. U yerda Mok ismli qahramonning ijro etgansiz va u Geytokni do'st sifatida ko'rgansiz. Uni juda yaxshi ko'raman, u zo'r inson. Aslida hayotda ham xuddi Geytok va men esa Montokdekman. Oldin birovning yuragini sindirganmisiz? Aksincha ko'proq mening yuragim sindirilgan. Ha, ko'p marta yuragim og'rigan. Shunday bo'lgan. Bu juda ham qiyin bo'ladi. Qalbing juda ham qattiq og'rir ekan. Aha, bu to'g'ri javob. Shakki. Odamlar mehribonligingizni nosga yarashma deb tushunib qolishadimi? Bilmayman. Balki shundaydir, balki yo'q. Sizni uchrashuvga taklif qilgan odamlarga qiziqmayman deb tez-tez aytishga to'g'ri keladimi? Ba'zida. Endi ommaviy madaniyat haqida gaplashamiz. 2022-yilda siz mana shu kiyimda suratga tushganmisiz? Kiyim ko'proq yarashgan sizgami yoki unga? Nima? Tanlash qiyin, lekin menimcha unga ko'proq yarashgan. Papoy, Sayxona Papoy. U kim o'zi? Bobmi? Kevinmi? Kim ekan o'zi? Bir ko'zi Bobnikiga o'xshaydi, rostdan ham bilmayman. Demak, sizningcha unga yarashgan. Aha. Bu javob rost. Orangizda xafagarchilik yo'qmi? U sizdan yaxshiroq ko'ringani uchun xafa emasmisiz? To'g'risi, men ham ularning bir qismi bo'lishni xohlardim. Shuning uchun ozgina havas qilganman. Kimgadir hasad o'ti bilan qaramayman. Juda ko'p tilni bilishingizga hisobga olsak, meningiz tilda ham gaplasha olasizmi? Mening tiliga o'xshash tushunarsiz tovushlar chiqaradi. 2025-yilga Oskar marosimining Live and Die qo'shig'ini ijro etgansiz. O'zing sabr bergin, yo xudoyim. Bu kelajakda Bond qizini rolini olish uchun sinov edimi? Shunday bo'lishini juda istardim. Jangri filmida rol o'ynash orzulari ro'yxatida bormi? Aha. Agar siz Bond qiz roliga tanlansangiz, juda xohlardim. James Bond rolida qaysi aktyorni ko'rishni istardingiz? Ko'pchilikning fikricha mana shu ikki aktyordan biri tanlanadi. Oy xudoyim. Asablarimni buzoradilar, boqinglarni yeylar. Ikkalasi ham juda iste'dodli. Shuning uchun tanlay olmayman. Demak, hech birini tanlay olmaysizmi? Yo'q, problema. Birini boshqa o'zidan ko'proq yoqtirmaysizmi? Yo'q, ikkalasini ham birdek yoqtiraman.
Natija aniq emas. Rostdanmi? Shart bittasini tanlash. Rostdan ham tanlashim kerakmi? Aslida kecha kechqurun ularning filmidan birini ko'rgandim. Qiziqib ko'rdim. Labubu qo'g'irchoqlari mashhur bo'lishidan deyarli 2 yil oldin siz ularni qanchalik yaxshi ko'rishingiz haqida video qilgansiz. Bilmayman. Labubu mashhurlashishiga asosan siz sababchi bo'lganmisiz? Yo'q. Kamtarlik qilyapsizmi? Yo'q. Bu faqat mening sababim emasligini bilaman. Stefaniga Labubuning nimasi yoqimli ekanini tushuntirib bera olasizmi? Yuziga qarang. Xunuk, lekin yoqimli. Ko'zlariga qarang. Menimcha uning tabassumi boshqacha. Menikidan ham chiroyli. Bu javob rost, lekin tabassumi rostdan ham g'alati ekan. So cute. Agar Labubu brendining rasmiy elchisi bo'lishga taklif qilishsa rozi bo'larmidingiz? Yo'q. Evaziga xohlagancha Labubu berishsa hammi? Hechqisi yo'q. Menda allaqachon juda ko'p. Siz sirli Labubuni topish uchun butun kolleksiyani sotib olishingizni aytgansiz. Uni rosa ham qidirgansiz. Uni shunchaki Pop Martdan so'rab ko'rganmisiz? Aha, so'raganman. Yuborsa yaxshi, yuborishmasa ham mayli deb o'ylaganman. Labubu chas. Xo'sh, uni yuborishdimi? Aha. Buni aytishim mumkinmi? Bu aldagan hisoblanadimi? Yo'q. Agar kelajakdagi sevgilingizga Labubular yoqmasa, siz uchun bu qizil bayroq bo'ladimi? Albatta, bu men uchun qizil bayroq. Bu rost. Bu juda qiziq test ekan. Okey. Oxirgi savol. Wow. Okey. Shu test davomida biz sezmay qolgan biror yolg'on gap gapirdingizmi? Yo'q, umuman yolg'on gapirmadim. Bu javob rost. Tamom bo'ldimi? Oy, Xudoga shukr. Thank you. Blin, to'xtanglar, sizlarga Labubu yoqadimi? Yo'q. Ular juda qo'rqinchli, ayniqsa tishlari. Astag'firulloh, tavba etdim. Rostdanmi? E'tiboringiz uchun rahmat. Ovoz berishda Serena ishtirok etdi. Hozirgi qo'shib gapirgan gaplar albatta hammasi hazil uchun edi. Bunaqa videolar dublyaj ahli oldinda juda ham ko'p. Sifatli ovoz dublyajdan qolib ketmasligi uchun albatta obuna tugmachasini bosib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.